Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz Peterda, Baltiyskiy metroni yonida, Velotelning yonida turibmiz. Maqsud aka, o'zingizni tanishtiring podpischiklarimga. Kim siz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men Maqsud Po'latov, Apcentr generalniy direktori. Biz 7 yildan beri Moskva, Peter, Rossiya bo'yicha studentlarga yordam berib kelyapmiz. Bizda 6000 dan ziyod studentlar Rossiya davlatida o'qiydilar, davlat universitetlarida. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Bugun sizga kamgina ekskursiya o'tamiz. Ketdik emasmi? Biz ketdik. Yuringlar. Biz 3-etajda hozir. Bu yerda o'ng tomonda как раз bizni ofis. Marhamat. Bu yerda bizni Peter bo'yicha mutaxassisimiz Zlatko. 6 yildan beri bizda ishlaydi Peterda. Mana shu Peterdan kelayotgan hamma talabalarni mana shu Zlatko konsultatsiya berib qabul qiladilar. Hozir o'zim ko'zim bilan ko'rdim. Maslahat berib, konsultatsiya qilganlarini. Bu yerda bizni 7 yil davomida qilayotgan ishlarimizni natijalari. Konsertlar, yig'ilishlar, sertifikat вручения universitetlarda biz sborlar o'tkazganmiz. Demak, o'zlari ham birinchi institutda o'qib, keyin o'sha yo'ldan o'tib bo'lib tavsiya qilasiz hammaga. Endi o'zlari shu sohani ichida yuribdilar, plus o'zlari student, hamma yangiliklardan xabarlari bor. Vaqtida o'qishga kiraman deyotganlar ham, o'qiyotganlarga ham to'g'ri ma'lumot bera oladi. Shunga bizda studentlarimiz 90%, точнее, ishchilarimiz 90% bu ko'plari yo universitetda o'qib tugatib diplomini olgan yoki hozirgi paytda student. Demak, Moskva, Peter только. Нет, Moskva, Peter, Tojikiston hujjat ofisimiz bor. Hujjatda endi bizda в основном maktab 11-sinf bolalarimiz qabul qilamiz, ya'ni maktabdan kelib 11-sinfda bizga yaqin hujjat qiladi. Shunday. Bizda keyingi maqsad hozir Toshkentda yaqinda bo'ladi. O'qishga olib kirish narx-navolari qanaqa aytib o'ting podpischiklarimga. Так, o'qishga hozirgi paytda sizni imенно podpischiklaringizga mana shu videoni ko'rib kelsalar, Strobadan kelsalar, iyun oxirigacha biz 75 mingdan qabul qilamiz. Zo'r. Iyul oyida o'sha narxlar ko'tariladi. Keladilar, dokumentlarni topshirib, birinchi to'lov 35 ming qilganlaridan keyin biz dogovor beramiz har bitta abituriyentga. То, что biz qabul qildik, biz ishlarini olib boramiz deb. Dokumentlari topshirilib, imtihon jarayoniga chiqqandan keyin 40 ming to'lov qilishadi. Shu juda выгодный, patentgacha shuncha 200 ming, 300 ming pulda ketkazgandan ko'ra ham o'qiyapti. O'qish jarayonlari qanday bo'ladi? Ochna, shularni ham tushuntirib o'ting. Ham balkim ishlab o'qisa bo'ladi. O'qish jarayonlari bu o'qish tartibiga qarab. Agar kunduz o'qisalar, ochna. Bu официально ishlay oladilar. Обязательно RVP, VNJ olishga imkoniyatlari bo'ladi. Plus bizda kunduz kirayotganlarni 80% byudjet kiradi bepul o'qishga. Ular kiradi, bepul o'qiydilar, общежитие только. 1200 rubl bir oyga to'laydilar, tamom. Stipendiya oladilar. Kechki ta'limda o'qiyotganlar, ular haftada 2 marta boradi yoki onlayn o'qiydi. Sharoitiga qarab. Sirtqidagilar обязательно patent bilan ishlab o'qish jarayonida nima qiladilar? Ishlab o'qiydilar. Вообще zo'r variant. Hammaga maslahat beraman, 100% ishonchli. Hozir o'zimda ko'zim bilan kelib ko'rdim. Bemalol kelib o'qishlaringiz mumkin. Sizlar полностью dokumentga yordam berasizlar. Keyin o'qishga kirib bo'lgandan keyin ham dalshi ham поддержка qilasizlarmi? Qanaqadir balkim o'qishda tushunmaydigan narsalar bo'lishi mumkin o'quvchilarda. Yaxshi savol. Mana hozir o'zingiz ko'rdingiz konsultatsiya jarayonini, bolalar kelib ma'lumotlarni olib ketdilar. Bizda просто o'qishga olib kirib qo'yish emas. Biz o'qishga olib kiramiz, o'qitamiz, bola sal harakat qilsa biz diplomgacha boramiz. Diplom ishlarida ham yordam beramiz. Mana bu yil bizda eng katta выпуск yili. Bu yil juda ko'p bolalar diplom oladilar. Endi bu jarayonni biz yozga yaqin, iyul oylariga yaqin ko'rsatamiz, diplom olayotgan paytda. Nomerlarni qoldiraman, bemalol telefon qilib, konsultatsiya olib, даже ofisga ham kelib, konsultatsiya olib ketishlaringiz mumkin. Hammaga omad tilayman. Bu videoni aynan universitetda o'qiyman deydigan tanishlarga jo'natib qo'yamiz.